Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahmli Allohning nomi bilan boshlayman. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Biz Nuhni o'z qavmiga, qavmingni ularga alamli azob kelishidan avval ogohlantirgin deb payg'ambar qilib yubordik. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. U ey qavmim, albatta men siz uchun ochiq-oydin ogohlantiruvchiman. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Allohga ibodat qilinglar, unga taqvo qilinglar va menga itoat qilinglar. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. U sizlarning gunohlaringizdan magfirat qiladir va sizni belgilangan ajalgacha qoyib qo'yadir. Agar bilsangiz, albatta Allohning ajali orqaga surilmaydir, dedi. U قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Robbim, men o'z qavmimni kecha-yu kunduz da'vat qildim. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Mening chaqirigim ularda qochishdan boshqa narsani ziyoda qilmadi. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Va albatta qachonki men ularni sening magfirat qilishing uchun chaqirsam, ular barmoqlarini quloqlariga tiqdilar va kiyimlariga burkanib oldilar va kofirlikda sobit bo'ldilar va nihoyatda ulkan takabburlik qildilar. So'ngra albatta men ularni ochiq da'vat qildim. So'ngra albatta men ularga e'lon va sirriy da'vat qildim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Bas o'z Robbingizga istig'for ayting, albatta u gunohlarni qoplab magfirat qiluvchidir, dedim. يرسل السماء عليكم مدرارا. U zot osmondan ustingizga ketma-ket baraka yomg'irini yuboradir. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Va sizga mol-u mulk va bola-chaqa ila madad beradir va sizlarga bog'-ro'klar hamda anqorlarni beradir. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Sizlarga nima bo'ldiki, Allohning azamatini o'ylab ko'rmaysizlar. Holbuki u sizlarni holatma-holat yaratdi. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Alloh etdi osmonni qandoq qilib tabaqa-matabaqa yaratib qo'yganini ko'rmadingizmi? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Va ular ichida oyni nur va quyoshni chiroq qilib qo'yganini ko'rmadingizmi? والله أنبتكم من الأرض نباتا. Va Alloh sizlarni yerdan o'stirib chiqaradir. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. So'ngra sizlarni unga qaytarib yana chiqaradir. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Va Alloh sizlarga erni gilamdek to'shab qo'ydi. Unda siz keng yo'llardan yurishingiz uchun deb aytdim. قال نوح رب إني
إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Nuh: Ey Robbim, albatta ular menga isyon qildilar va moli, bola-chaqasi xusrondan boshqani ziyoda qilmaganga ergashdilar. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Va nihoyatda ulkan makr qildilar. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Va ular: olihalaringizni hech tark qilmanglar va albatta Vadni ham, Suvani ham, Yagusni ham, Yoqni ham va Nasrni ham tark qilmang, dedilar. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Darhaqiqat ular ko'plarni adashtirdilar va sen zolimlarga zalolatdan boshqani ziyoda qilma, dedi. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. Ular xatolari tufayli garq qilindilar, bas dozaxga kiritildilar. Bas ozlarga Allohdan ozga yordamchi topa olmadilar. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Va Nuh: Ey Robbim, yer yuzida kofirlardan birorta ham harakatlanuvchini qo'ymagin. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Albatta sen ularni tek qo'ysang, bandalaringni adashtirurlar va fojiru kofirdan boshqa tugmaslar. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Robbim, meni magfirat qilgin, mening ota-onamni ham va uyimga mo'min bo'lib kirganlarni va mo'minlar va mo'minalarni ham. Va zolimlarga halokatdan ozga narsani ziyoda qilmagin, dedi.